Siz Minecraft o'ynaysiz. Lekin oddiy Minecraft o'ynayib zerikib ketgansiz. Bugun men sizlarni zeriktirmaydigan top 10 ta modlarni, ya'ni Minecraft modlarini obzor qilib sizlarga ko'rsatib beraman. Bu modlar Minecraft Bedrock Edition uchun maxsus tayyorlangan modlar. Bu modlar 1.2080 versiyaga tushadi. Oldindan ogohlantirish, bu modlar past versiyalarga tushmasligi mumkin. Past versiyalar uchun analiz qilib ko'rganim yo'q. Bo'lmasam gap cho'zib o'tirmasdan videoga navbatda beramiz. Qani bo'lmasa, let's go. Bizning top 10-modimiz bu mana knopkalar yo'q qo'ygich modi. Ko'pchilikda mana ko'z oldida siyoh rang bilan qora rangli knopkalar narsa paydo bo'lib qolgan. Ya'ni bug'ning belgisi bu. Buning sababi esa eski versiyaga qo'shiladigan modni katta versiyaga qo'shib qo'yadi va bu mod esa o'xshamaydi. Bu mod qo'ysanglar albatta bu knopkalar albatta yo'q bo'ladi. Sizlarga bu modni tavsiya qilaman. Bo'lmasa top 9-modga go. Top 9-mod. 9-modimiz bu obunachilar. Bu Optifine mod. Optifine sizlarga Minecraft hotbit degan, ya'ni FPS'larni yuqori darajaga olib chiqib beradi va mana shunaqa teksturalar qo'shib bergan. O'tlar qaranglar, chekasi yam-yashil. Va bunda rudalar ham mana shunaqa shakllarga o'zgargan. Buni ko'pchilik bilsa kerak, YouTube'larda ko'p chiqadi. Albatta bu juda ham chiroyli. Bo'lmasam ketdi top 8-modimizga. Top 8-mod. Top 8-modimiz bu har xilcha zombi apokalipsidagi zombilar qo'shib beradi sizlarga. Mana ko'rishlaringiz mumkin, bu yerda juda ham ko'p bo'lgan zombi apokalips modlari bor. Bu yerda aralash ko'p o'xshamay qolibdi. Hozir men sizlarga bitta ikkitasi ko'rsatib beraman. Mana NPC'lar ham bor bu orasida, ya'ni bu ustiga top 8-mod shulardan iborat edi. Bo'lmasam ketdi top 7-modimizga. 7-mod. Top 7-modimiz obunachilar. Bu har xilcha o'lik modlar. Buni oldin ham ko'rsatganman, lekin qandaydir hozir sal ochiqroq joyda folulu men bitta bo'ladi. Mana shu yerga tasini qo'yib ko'rsataman. Mana tobut modi bu. Tobut debman. Yana kalasi oqarib qolibdi bu bechorani. Ko'p bot qo'shgan sababli kalasi ko'rinmay qolibdi. Bu qon modi mana. Mana qon bu, mana qon bu qon. Xo'p, top 7-modimizda shunaqa mod, o'lik modlar bu yerda juda ham ko'p tuxumlar bor. O'zlaringiz sinab ko'raverasizlar. Ana bo'lmasam ketdi top 6-modimizga skeleton bor ekan. Top 6-mod. Top 6-modimizda obunachilar bu avtomobil modi. Top 5-talikka kira olmadi, afsuski. Shunda top 5-talik dorasi juda ham zo'r modlar bor. Bu yerda mana ko'rishlaringiz mumkin, juda ham ko'p bor. Bu yerda tuxumlarga kirasizlar va bu yerda naq 7 ta avtomobil bor. Shuni shoq olasizlar va ketib qo'yib qo'yasizlar. Bu mana takoygina qizil avtomobil bo'lib qoladi. Qaranglar, turishni takoydi. Bu yerda har xilchalari bor. Mana bu shu qanday yo'l bashar ekan. Bashar ekan. Men bir sal ko'proq menga kulrang bo'lgan uchunmi yo bilmadim. Xo'sh, bu yerda mana har xil ranglar bor. Bu yerda sepib o'zing sinab ko'raverasizlar. Bo'lmasam go top 5-modimizga. Qani go. Yo, what the heck? Men o'yinchoq mana bu yerda. Wow. Ocha to'g'vatcha. Top 5-o'ringa egallagan bu Ayucha modimizda Watt'da mana plis yonmasamga deyapti. Top 5-modda egallagan bu Ayucha modimizda juda ham horror bo'lgan va taniqli bo'lgan mod. Hozir men sizlarga survival qilib qanaqa kuchini ko'rsatib qo'yishdi. Xo'sh, qani yo, what the heck bro, tez. Mayli, biz tez o'lib ketdik. O'shanda biz tezroq top 4-modga o'tib ketsak o'ldirib ketadi hozir. Top 4-mod. Top 4-modimiz obunachilar bu albatta Arujala modi. Yorurish incorporation qilib ishlangan. Fizikalari uddar. Mana bu yerda karakter o'qilmayman, to'lmaydi menda, nimaga unday bilmayman. Bu yerda juda ham fizikaga boy Arujala va juda ham grafikasi uddar bo'lgan Aruja modlar, ya'ni qurol modlar. Qisqacha qilib aytganda bular zo'r. Mana ochlar ko'ryapsizlar. Headshot beraveraman obunachilar. Lekin bitta meni tomon qaranglar, granata bor, qaranglar, bosib tursanglar mana plis bor, bitta otkichni bosib tursanglar, ushlab turadi bu. Shuni keyin asha qo'yaversanglar, o't uradi qaranglar. Babam. Hozir
Mana endi tezroq ot ko'raman, qaranglar. Juda ham tez va babang. No, ovozlarga ham juda what the hell oxirib ketganman. Ovozlarga ham alohida e'tibor berishgan. Bu yerda juda ham ko'p orujalar mavjud. Bu yerda asosiy narsa parashyutni unutmaylik. Bu qaranglar juda ham e'tibor berishgan. Bu yerda kam narsa bo'lsa ham lekin juda ham e'tibor berishgan. What the heck. Bo'lmasa top 3-bo'limizga let's go. Top 3-bo'limizda bu yangi shukuhini beradigan modlar, ya'ni yangi yil bayramiga mos bezaklar. Bu yerda tuxumlar orasida men bezaklar olasizlar do'stlar. What the heck boshqa solinib ketdi. Xo'sh, men qaraylar sovg'a bu yerda ikkita qo'yib ketdi. Bular tarilarkan, men bu yerda eshikdi. Bu yerga qo'ymas ekan. No mayli, biz boshqa narsa qilib ko'ramiz. Va eng yoqgan narsa men bu mototsikl. Bu tuproqda ham, qorda ham uchib ketaverar ekan, men qaraylar. No, bo'lmasam shular edi. Top 2-bo'limizga let's go. Top 2-bo'lim. Do'stlar, top 2-bo'limizda bu albatta furniture mod, ya'ni uy jihozlar modi. Hozir poqqa ertirib qo'yamiz. Xo'sh, mana qaranglar, bu yerda gaz pechka va shuncha narsalar turibdi. Bu yerda skоворodka bor ekan va pichoq qo'ygichlar. Bular hammasini men Telegram kanalimda topasiz. Telegram kanalim nomi men bu yerda silka qo'yib bo'lmaydi, chunki men kanal tarixim yonmagan, o'shaning uchun qo'yib bo'lmaydi. Men bu yerda stullar bor va stol nima o'tirmayapti bu? O'tirmas ekan, kerak bo'lmasa top 1-bo'limizga let's go. Undan oldin esa ozgincha tushuntirib o'raman. O'rtoqlar, agarda mana shu obuna knopkasi oxirangda bo'lib turgan bo'lsa, buni qop-qora qilib qo'yinglar va bu yerdan qo'ng'iroqchani hammasiga o'tkazib qo'ysanglar, men qachonki yangi mod haqida yoki creepypasta haqida chiqarsam, sizlarga birinchi o'ringa yetib boradi. Obunachi qancha ko'paysa, shuncha ko'p video ham chiqadi. Endi asosiy narsa, modlar qayerda topaman deysizlar, men kanalimga shuni o'tasiz va bu yerdan yanani bossanglar, bu yerda tasvifim chiqib keladi va bu yerda mod kanal degan silkani shunday bossanglar bo'ldi. Men Telegram kanalim kelib chiqadi va shunday mod kanalimni bosasizlar, mana shunaqa mashina rasmi bor, bitta meni skinim kelib chiqadi va bu yerda qaranglar, juda ham ko'p narsalar bor. Men juda ham ko'p modlar tashaganman. Shu yo'l orqali hamma modlarni yuklab olishingiz mumkin. Men bu modlarni shunchaki tashab qo'ymayman. Shu videoga atiga 20 ta like yozinglar bo'ldi. Top 1-mod. Bu obunachilar kerak, top 1-bo'limizda o'sha mashhur K2 o'yindagi orujalar modi. Ya'ni K2ni o'zi desanglar deb o'ylasanglar ham bo'ladi. Bu qaranglar, xuddi o'zi qo'llar animatsiyasi mana qaranglar. Shuna daraxt oldida kelasizlardagining, shuna shu o'tirib olasizlar, shu qarab olasizlardagining, shu yana o'zinglarga qaydir o'zadi. Shpaq deb botasizlardagini va qochib ketasiz va yutasiz. Winner bo'ladi. Xo'p, yana eng asosiy narsalar bu pistolet, ya'ni animatsiyasi. Shunchaki pistolet qilishni boshlaylar bo'ldi, animatsiya o'z-o'zidan boshlab ketaveradi. O garuvchi Muhammadda avtomat bor, o shpaq. Bu yerda skinli, bu yerda skinsiz. Halilar juda ham chiroyli va bu yerda akqiretini olamiz. Qani ovozdan eshitib va bu yerda pichoqlar ham mavjud. Obunachilar eng asosiy pichoq. Ko'pchilik K2dek pichoq bilan ko'rgan. Men buni ayniqsa mana shuni 2 mana aylanadiganini ko'rgan. Qaranglar, animatsiyasi zo'rligini, keyin bu yerda sizlarga bonus mod qo'shib beraman. Bitta qilib buni qo'shib qo'yganman bu modga. Ya'ni terrorlar modi. Ko'rasizlarmi? Qator qilib qo'yaman. Qarang, o'lishlari ham animatsiyalida. Ko'ryapsizlarmi? Kim shunaqa bular sizlarga bunaqa mod to'p beradiganlar? Aytinglarchi, mana o'sha mashhur pichoq, mana shunda shpaq karush o'ldirib tashlaysiz. Hozir men o'zim suriyaliga o'tkazib olayda, hammasini yoraman. Bular otib tashyapti-yu. Va meni bu otmadi boshida. Men sizlarga nima qilaman? Qoch. Voch, chivordimi? Do'stlar, qarochi videomiz shu yerda yakunlanadi. Zombi bor yo'qoldilar o'yinda. Videomga like bosib kanalga obuna qo'yinglar. Hammaga rahmat. Sizlar bilan men yana o'sha Facebook bo'ldi. Hammaga ciao. Modlar desa men 20 ta like dan keyin Telegram kanalimni topasizlar.